Hormang onajonisi. Ha, bugun boshqachasiz. Salomat bo'ling. Ko'zlaringiz chaqnab turibdi. Ha, chaqnaydi-da. Xudoga shukr. Qizimiz bag'rimizga qaytdi, onasi. Ha, Xudoga shukr. Kechga yaqin qudam kelar ekanlar. Bir shirangina qilib osh damlay. Bo'ldi. Bizda nima xizmat? Siz do'konga tushing-da, dadasi. Meva-cheva, shirinliklar olib chiqing. Xo'p, haligi qizimiz balki bir narsa yegisi kelayotgandir. So'rab chiqasizmi? Yuring, kelamiz birga kiramiz. Ha, rostlanab. Yuringchi. Qizim, men do'konga ketayotgandim. Agar kuning tushayotgan bo'lsa, u narsalar olib kelaymi? Yo'q, hech narsa kerak emas. Rahmat, dadajon. Dadajon dedingmi? Dadajon, meni kechiring iltimos. Sizga ko'p nohaq gapirdim. Qo'lingizni ko'p og'ritdim. Aslida siz meni haqiqiy dadam ekansiz. Meni kechiring iltimos.